Mhm. Har bitta ota-ona homiladorlik vaqtida qornimdagi bola qanaqa ekan, ko'rinishi qanaqa ekan, kimga o'xsharkan degan o'ylar bo'ladi ularda va shu narsaga hozirgi yoshlar juda qiziqadi. Bu faqat u qiziqish ichida kimgadir o'xshash emas, balki bu yoqda genetik nuqsonlar haqida ham ma'lum darajada informatsiya bo'ladi. O'sha uchun hurmatli go'zal oyijonlar, adajonlar, agar kimdir bolasini ko'rishni xohlasa, 3D yoki 4D holatida ko'rishni xohlasa, albatta bizga murojaat qilsanglar bo'ladi. Biz qo'limizdan kelguncha sizlarga yordam beramiz. Bolangizni holatini ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Oyisiga, adasiga o'xshashini aytamiz. Bu bolajonimiz ko'proq adasiga o'xsharkan deb aytuvdik. Endi xudo xolasa tug'ilsa ko'ramiz inshaalloh. Kelaverasizlar, biz sizlarni Hadicha Medical klinikamizda kutib qolamiz. 3D, 4D uchun tayyorgarlik ko'rib kelganingiz yaxshi. Chunki homila 26 haftalikdan 32 haftalik oralig'ida bo'lsa, juda ham yaxshi ko'riladi. Undan katta sroklarda suvi ko'p bo'lsa, yaxshi ko'riladi. Bolani yotishiga asosan bog'liq bo'ladi 3D, 4D ko'rinishlari. O'sha uchun qizlarjonlar, agar sizlarda suv miqdori normada bo'ladigan bo'lsa va sizni yog' qavatingiz qalin bo'lmaydigan bo'lsa, bizani bolajonimiz sizlarga juda ham chiroyli ko'rinadi. Biz sizlarni klinikamizda kutib qolamiz. Hadicha Medical klinikasiga kelaverasizlar.